Yaxshi insonsiz. Unda-chi, mana yaxshi inson ekanman, hurmat qilar ekan, ko'p berasiz. Hozir, turing. Rostdan, men hazillashganim, lekin Nodir opa menga ko'p beryaptilar. Yuring. Nodir opa, hozir sizga savol beraman, faqat to'g'ri javob berasiz. To'g'risini ayting. Meni hurmat qilasizmi? Albatta. Yoki hamkasb sifatida ko'rasizmi? Yoki shunchaki inson sifatidami? Uchtasidan bittasi javob bering. Yo'q, har tarafini men sizni hurmat qilaman. Aha. Inson sifatida ham, o'zim ukam sifatida ham yaxshi insonsiz. Unda-chi, mana yaxshi inson ekanman, hurmat qilar ekan, ko'p berasiz. Hozir, turing. Rostdan, men hazillashganim, lekin Nodir opa menga ko'p beryaptilar. Yuring. Rostdan. Rostdan, O'to'g'li. ukajon, siz uchun. Mana. Держи. Qo'yil, lekin rostdan olib berasizmi? Berasiz mana ko'pini. Aytdim-ku, yaxshi insonsiz. Voy, rahmat. Men kutmagandim, hayron bo'lib qoldim.